Assalomu alaykum obunachilarim. Sizlar bilan yaxshi kunlarda diydor ko'rishtirgandan juda ham xursandman. Demak, azizlarim, bugungi mavzuyimiz befarzandlar uchun bo'ladi. Demak, men ham farzandli bo'lamanmi yoki yo'q, shuni ko'ramiz. Endi sizlarda ikkita versiya. Birinchisi qo'g'irchoqlar kartasi, ikkinchisi mana yangi karta. Hali 3 kun ham bo'lmadi, Rossiyadan zakaz qilgan edim, albatta qimmat narxga. Точка опоры, ya'ni tayanch nuqtasi kartasi. Endi yana bitta masala, men qizimgami yoki kelinim uchun tanlasam ham bo'ladimi yoki bironta yaqinim uchun, tanishim uchun desangiz ham bo'ladi. Albatta boshqa uchun tanlasangiz ham bo'ladi. Demak, boshladi. Men 7 gacha sanayman. Qaysi biriga intuitsiya tushyapti, qaysi birini yuragingiz deyapti, bittasini tanlang azizlarim. Boshladi. 1 2 3 4 5 6 7. Demak, azizlarim, tanlab bo'lgan bo'lsangiz ketdi. Birinchi qo'g'irchoqlar kartasidan ko'ramiz. Demak, Bismillahirrahmanirrahim. Shifoli ochirin bo'lsin. Ilohim shifoli ochirin bo'lsin. Albatta like bosing, obuna bo'ling. Bilasiz, bizning videolar faqatgina like bosib, obuna bo'lganlargagina shifoli bo'ladi. Demak, kartalarimizni yaxshilab to'g'rilab olgan holda, demak, boshlaymiz. Ko'rinyapti? Demak, sizlarda nima? Sizlarda juda charchabsiz. Gap so'zlardan, sizga qaralayotgan ma'noli ko'zlardan, hali homilador bo'ldingizmi yoki yo'q, agar erkaklar bo'lsa, yengillik bormi, ayolingda juda ham charchagansiz atrofdagilardan. Haligi bitta maqol bor, o'zbeklarda 5 kilini beli tinibdi, 5 sizni beli sinibdi. Hamma masalan, ovsiningiz bo'lsa, uyda ovsiningizning bolasi bo'lsa, ko'p ishlar sizga yuklatilyapti-da. Chunki siz nima desam, xuddali svoboda, ozod inson deysizda hozir ular uchun. Shuning uchun juda ko'p ishlar sizni bo'yningizga, mana sizni bo'yningizda bo'lyapti. Uy ro'zg'or ham ko'pincha. Ba'zilarga aytyapti, aniq-tiniq qayningiz ham, yaqinlaringiz ham bolali bo'lasizlarmikin yoki ajrassanglar ma'qulmikin. Ba'zilar ayta olmasa ham baribir nigohlardan shuni bilib olishi mumkin. Bundoq qaraganingizda o'zingiz tushunib olasiz. Kattalarning gapidan, mana o'zingiz gap so'zidan, ayniqsa nigohlaridan tushunib olasiz. Do'stdan ko'ra dushman ko'p deysizda. Do'stdan ko'ra dushman ko'p. Ba'zilar bolali bo'lishingizni ham xohlamaydi. Shunga ham xursand ba'zilar. Endi davomini ko'ramiz. Demak, juda ko'pchiligingizda sehr bor. Juda ko'pchiligingizda. Masalan, ba'zilar masalan shifokorga borsanglar, turmush o'rtog'ingiz ham, siz ham sog'ligingiz yaxshi chiqyapti-da. Juda ko'pchiliginglarni. To'g'ri, ba'zilarda ayolda, erkakda ham chiqyapti, lekin baribir sizlarda ko'proq amal ziyon bor. Farzand yo'linglarni bekitib tashlagan. Qochib ketsangiz, mana shu gap so'zlardan, shu g'am alamdan qochib ketgingiz kelyapti-da. Bosh olib chiqib ketgingiz kelyapti shu uydan. Xuddi mana labirint, nima desam bo'ladi, labirintga tushib qolgan insonga o'xshaysiz-da. Mana. Yuragingiz ham muzlab borayotganga o'xshaydi. Farzandli bo'lasiz.
Xudo xolasa yuzingiz yorug' bo'lib, bir etek farzandli bo'lasiz. Qachonki siz yo'l ochirsangiz. Chunki juda ko'pchiligida sehr to'g'ri. Masalan, meditsina tarafdan ham bor, lekin sizlarda 70-80% farzand yo'llaringlarni bekilganligini ko'ryapman. Xudo xolasa bitta emas, ikkita emas, bir etek farzandli bo'lasiz. Demak, birinchi versiyamiz shundan iborat bo'ldi. Endi ikkinchi versiyamiz. Yangi kartamizdan ko'ramiz. Tayanch nuqtasi. Bismillahirrohmanirrohim. Sizlar ham like bosinglar, obuna bo'linglar. Bilasiz, bizning videolar faqatgina like bosib, obuna bo'lganligagina shifoli bo'ladi. Demak, shifoli ochirim bo'lsin sizlarga ham. Demak, kartalarimizni sekin to'g'rilab olamiz deb boshlaymiz. Sizlarda ham xuddi birinchi versiya kabi gap so'z ko'payib ketyapti. Xuddi o'zingizni yosh o'tib ketayotgan keksa odamga ham o'xshatyapsiz. Xuddi bir orqaga yo'l yo'qda yoshi o'tib ketayotgan insonga o'xshatyapsiz o'zingizni. Ba'zi paytda tushlaringiz ayniydi, ba'zi paytda nurli tushlar ham ko'ryapsiz. Mana. Na bir uyqungizda halovat bor, na bir kuningizda halovat bor. Juda ham tushkunlikka berilib qolyapsiz shu kunlarda. Juda ham. O'zingizni aurangizga o'zingiz bog'lanib qolyapsiz-da. Bo'larmikin, menda ham bo'larmikin? So'nggi nuqtalar deydi-ku. So'nggi umidlaringiz ham xuddi uzilib tushayotganga o'xshayapti o'zingizga o'zingiz. Demak, davomini ko'ramiz. Uzr. Stolim sal noto'g'ri o'rnab qolibdi-da. Demak, davomini ko'ramiz. Demak, sizlarda juda ham vaqt o'tib ketyapti-da, haqiqatan vaqt o'tib ketyapti. Endi vaqt yuguruk, bizning qo'limizdan baribir vaqtni to'xtatib qolish kelmaydi. Ba'zilarda 5 yil, 6 yil, 10 yilgacha ham bor. Er-xotin necha marta ajrashmoqchi bo'lasizlar, lekin baribir bir-biringlarni yaxshi ko'rasizlar. Chin dildan sevasizlar bir-biringlarni. Umidinglarni hech ham uzmayapsizlar. Lekin ko'proq bitta ayollar siz farzand ko'rishga moyilsiz. Sizda unaqa nima desam, pushtsiz emassiz. Ko'proq erkaklarda men ko'ryapman, urug' foizi kam. Juda ko'pchiliklarning 50% shu yerda erkaklarning urug' foizi kam. Lekin sizda mana farzand unadi. O'zingizni go'yoki mevasiz qurigan daraxtga o'xshab hisoblayapsiz yil o'tgan sayin. Lekin baribir sizda nima desam bo'ladi, unadi farzand. Siz farzand ko'rishga moyilsiz. Ko'proq erkaklarda bo'lyapti, urug' foizi kam. To'g'ri, ayollarda ham bor, ba'zilarda, lekin juda ko'p erkaklarda urug' foizi kam. Men ko'ryapman baribir. Sizlarda ko'proq meditsina tarafda. Mana, albatta farzandli bo'lasiz siz ham. Mana. Xudo xolasa yangi mehmon keladi. Faqatgina shu yana ozgina davolanishingiz kerak. Demak, azizlarim, bugungi
Ochirimlarimiz shulardan iborat bo'ldi. Men hammalarga omad tilayman. Ilohim befarzandlar albatta farzandli bo'lishinglarni, sizlar ham beshik quchoqlab, ota-ona bo'lish baxtiga muyassar bo'lib, Alloh aytishinglarni men chin dildan tilab qolaman. Ilohim qoriya farzandlar bersin Allohim. Keyin yana bir narsa, juda ham xurmo changini so'rayotganlar, men telefon nomerlarimni yozib qo'yaman bu farzandsizlik uchun. Agar oladiganlar bo'lsa, menda bilasiz, buni necha yillardan beri sotyapman. Va juda ham ko'pchilik shundan sotib olib, o'zi ham 1000 dan ortiq odam sotib olib farzandli bo'lishgan. Buni batafsil yana yoritaman, xudo xolisa. Olmoqchi bo'lganlar, telefon nomerlarim bor. Demak, azizlarim, men yana bir bor sizlarga omad tilayman. Ilohim hammalarni uylarda farzandlarni kulgulari eshitilsin. Albatta like bosing, obuna bo'ling. Kimda kim alohida ochirim qilmoqchi bo'lsa va yo'l ochirim qilmoqchi bo'lsa, men nomerlarimni yozib qo'yaman. Keyingi videolargacha ko'rishguncha xayr azizlarim.